ming bora uzr so'rayman. Bir kanalcha akamizni zotlariga bor ekan. Men bilmasdan nimadir deb qo'yman. Mana salqin joy. Voy, ho, gektar joy ekan bu. Oxiri ko'rinmaydi. Buna shu o'rtaga bir 3 tarafga bedani ekib turib, Vah, shuncha joyim bo'lsa, jo'jalarni fil ko'rsa bo'ladi qarang. Xohlasa, endi yemni tarkibida nimalar qo'shilgan boshqa endi to'liq versiyada ko'rsata olmayman. Chunki har bir narsani ham o'zining sir sinovati bo'ladi. Yugurib o'tamiz. Hozir qanday yeganda kechalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun kerakli maslahatlar, kerakli ma'lumotlarni to'liq berib boramiz. Sizlar uchun akamiz oldida güzel hazofiy tadbirkor shuda sovuq degan. Kanalga yangi keluvchi menga operator akamiz yangi ko'p ham bunaqa sohada tajribalar yo'q. To'pponcha akaga berdim. To'pponcha mana shu akada. Buni yegandan keyin xo'rozga bunday galtel, agar shtanga yasab qo'ysangiz, ko'tarib sal muskullari ham ishlaydi. Assalomu alaykum aka-ukalar. Biz hali ham olti aradamiz. Ming bora uzr so'rayman. Bir kanalcha akamizmiz. O'zimiz tengqur bola. Zotlari beyda bor ekan. Men bilmasdan nimadir deb qo'yman. Navoda endi o'zlariga svязga chiqsa, yana xafa bo'lib qolmaysiz. Borini gapirdim. Bu akamiz o'sha bizni sarguzashtga olib boradigan akamiz. Assalomu alaykum. Mayra kiramizmi? Qarang, bizda faqat shu pastronga qilinadi, tikka taraladi-da. Bu ustlarigacha mana aqal simlarni qo'yib tarashar ekan. Mana salqin joy. Voy, ho, gektar joy ekan bu. Oxiri ko'rinmaydi. Buna shu o'rtaga bir 3 tarafga bedani ekib turib, 3 ta joyga bedani agatga bedani ekib qo'yib, zotlarni qovorib qo'ysa, vahshi bo'lar ekanda o'zi ham. Haqiqiy jo'ja boqadigan joy ekan ama. Vah, shuncha joyim bo'lsa, jo'jalarni fil ko'rsa bo'ladi qarang. Endi yemga boramiz. Endi kelganda o'zi kechga olib borishdi. Bugun yana ozmoz kamchiliklari yanada olib ketmoqchiman ko'proq qilib. Sotamiz-chi, bo'lmag'ansa. Bu o'zi sotib oladi. Shunaqa yangiliklar. Xudo xolasa, endi yemni tarkibida nimalar qo'shilgan boshqa endi to'liq versiyada ko'rsata olmayman. Chunki har bir narsani ham o'zining sir sinovati bo'ladi. Ayrim yemlarni sizlarga aytib o'tib ketaman. Xohlasa videoning davomi shu yerda yemda bo'ladi. Men mashina o'sha gazni oldiga qo'yaman. Sizlarga chiqib olib, bo'lmasa farqi qaysi birda bo'lsa ham borib kelaveramiz. o'zi bitta ketyapti turib, masjid oldiga mashinani qo'ysaling, yugurib o'tamiz. Ketdik undan o'sha masjid oldiga borib olaveramiz. Beyda aşağı uzun zorla ko'payganda. o chakanamaz ekan. Juda katta gektar ekan-da. Qaysidir kambag'allik yeganda kechara. Aka tiyapsan hozir bir boy bor. Ekson kelsa bo'larkan. Bir boy bor deb o'shaniga deb. Chagagan. Shu gaplar hali ham yo'ldamiz. Videoni tugatdik, endi u yoqqa boramiz. Videoning davomini ko'rib boringlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun kerakli maslahatlar, kerakli ma'lumotlarni to'liq berib boramiz. Sizlar uchun nima yaxshi bo'lsa, sizlarga yaxshi bo'lish uchun, o'zimizga videomiz trendga chiqish uchun har birimizning o'zimizning manfaatimiz bor. Nimadir beryapmizmi, nimadir bizga o'sha yordam bo'ladi. Shuning uchun hammamiz ham buni ochiqchasiga aytish kerak. Sizlar shu videoni ko'rib, like bosib, obuna bo'lib, bu narsani muntazam ko'rib borsangiz, sizlar uchun bu narsa faqat foyda keltiradi, ziyoni yo'q. Sizlar qancha ko'p ko'rishingni, to'g'risi menga foyda keltiradi.
Bir tomondan sizlarga, bir tomondan mendan. Sizdan o'gina, bizdan bugina deydi. Shuning uchun videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, video to'g'risida fikringni, mana shu berilayotgan maslahatlarni qanchalik sizlarga effekt berayotganlari, o'zingizning fikringizni qoldirib o'tkazinglar. Xudo xolasa, hozir mana shu endi o'ylab turibmiz, hozir bir akamiz bor. U akamiz ham bloger. O'sha akamiz bilan maslahatlashib, bir nimadir qiziqarli bir konkurslarni qilmoqchi bo'lyapmiz. Endi u konkurs haqida Xudo xolasa keyingi videolarimizda maslahatim muhim bo'lgandan keyinga Xudo xolasa qo'yib boramiz. Endi u iloji boricha bu narsani qilinayotgan konkursimiz shu qiynalganlarga asosan yordam berish sohalari bo'yicha bo'ladi. Xudo xolasa videoni kuzatib boring. Bombalarni qilamiz hali Xudo xolasa. Bizdan birga bo'ling. Kam bo'lmaysiz dedi-yu. Maslahatim parranda sohasida har qanaqa maslahati bo'lsa berib boramiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar. Efirimiz ochilib qolsa, efirlarimizni bomba qilamiz Xudo xolasa. Joyingiz sog' bo'lsin. Paddeshkanglar, sizlarning paddeshkanglar bizga kerak. Bizning maslahatimiz sizlarga kerak. Kimnigadir kerak emasdir, lekin kimnigadir kerak. Joyingiz sog' bo'lsin. Akamiz oldiga keldik yerga. İcot usta kimimiz ki? Ko'rsatib qo'yasizmi? Ko'rsatib qo'yasiz, kim yo'q? Evet, nimaga? Videoga tushib. Siz zo'rmi? Hayot go'zal asosiy tadbirkor shu-da. Zavod egasi. Hayır, aralashmay kimimiz-ku? Mikserdan ko'rish kerak ekanda. Mikser 350 ming ashnaqalarga bersa, baringki 400 mingga beradi. Bitta seli disp oling. Boga-bogadan disp. O'sha dispda ikkita xon stolni 4 oyoqni qo'yib turib, tagiga ramlarni qo'ysangiz, turadi bemor yuzaverasida bayok bo'ladi-da. Xanchilarni handayga o'xshagan. 20 santimetrlik polli taxtadan shuni aylantirib olasiz. Mana undan ko'ra zo'rda u. Ketmondan aralashtirib qo'ysangiz. Ha, banglatib olasiz. Shu bo'lmasa mana semen aralashtiradigan mishalka bor-ku. Sendan bitta qo'yib qo'ysam deydi, hammasini to'g'ri aralashtirib shov o'tadi bo'ladi. Oyindagi bitta narsada maslahat hamma narsani eng osoni maslahat berish. Mana mosh. Dadam qo'yishyapti. Kanalga yaqinroq kelingchi menga. Hamma narsasi bor ekan. Bu yerda asosiy tabiiylik bor. Hammasi o't turug'i bor. Necha xil o't turug'idan qo'shyapsiz? 8 xil o't turug'i. Hozir bu yerda bor edi nima? Allash tashlab yubordik hammasini, ketdi ichida. Qani, zakotovka yo'qmi? Zakotovka mana. Yo'q, chiqarilgan yem emas, qo'shilgan yemmi? Ayrimlari haqida baribir sal yoritib kelsak, qo'shilgan dozani boshqasini aytilmaydi-ku, hamma narsaning ham o'zining siri bor. Ha, endi shu dalo yo'qlari hamma yo'q. Ashnaqa narsa. Tilangu lichenaga ham qo'shiladi xona deb. Kameraga qaraysiz. Oxirida sizga ko'rsataman, aytaman men sizga. Tarkibini hammasini men o'zim aytib beraman. Siz videoni tushib olaylik. Bo'ldi. Qo'royizda mana shu yerda yemxona ichida. Yo'q-a? To'pponcha sizga kelib Susamga kelib qoldim-da yurgan u. Yana qo'yib yuboriladi. To'pponcha akaga berdim. To'pponcha mana shu akada. Yo'qlari. Polojni qo'shiladi, mana endi yo'q deb o'ylashman. Yangi kiyim. Ha, buni aka. Qanosidan bitta 3 ta zararsiz. Cho'ra zal kam quvvatroq bo'lib turibmiz, quvvatga ishlaydi. Bu son pishirgan tasnomda son beraman. Mana o'rnida qon tomirni kengaytirib beradi. Qon aylanishlari shu. Hop, qo'qan. Bitsa. Buni yegandan keyin xo'rozga bunday galtel, agar shtanga yasab qo'ysang, ko'tarib sal muskullari ham ishlaydi. Sportsmen bolalar ichida bundanmi o'zi? Sportsmen bolalar ichida. Sportsmen. Asosan dona narxini mana shular ashla ko'tarib qo'yadi-da. Endi bu narsada bitta narsada
xo'roz bo'shashib semirmaydi-da. Qattiq bo'lib semiradi. Badallari qizarib. O'ylashmadim. Dalada pishirilgan oq yog' emas. Dalada asobiy ichida eritilgan yog' bu. Toshkentdan keladi. Boshida Tabiiysi. Ha, 130 ming olardim. O'zimiz veterinariyalar. Toshkentda o'zi bitta aloqaga chiqib qoldi. Gaplashib turib, ancha arzonga qo'ldasini yo'q chunki. Yaxshi. Keyin shu 500 litr kelgan. Barakasini bersin. Endi bu bitta tadbirkorlik. Ay, ana shu bolalar. Bu endi misol shuncha narsa hozir shu o'zida allaqancha narsa turibdi-da, bu o'zidan o'zi bitib qolmaydi. Har biri bozorda o'zini aytilgan summasi bor, boshqasi bor. Men nima deyapman? O'zi olib tayyorlasa-ya shuni. O'zi kilolar 5 kilo 6 kilo tayyorlasa qimmatga tushib ketadi. Boshqa keldilar. Assalomu alaykum. Hoji, nimaga? Yollaydi. Yaxshimi? Hayot go'zalmi? Azbi? Qora xo'roz olib o'ylashgan. Ya'ni ko'rdingmi deyman konsertni. Assalomu alaykum. Sizlarga charchamasizlar? Cho'tga oromda ekansizlar. Bilaman. Peki. So'rashmiz. Yuzingizda to'liq orom nashidalar turibdi-da. Bilan shu paytda ham keladimi deb sizga ulardan turib kelganim bo'ldi. Yo'q, o'zi aloqada turibdi, kelyapti. Qovun urug'i kirmaydi-ku deganligi mana shu qovun urug'i. Rahmat bo'ldim, to'liyot. Bu qovun urug'i o'ta zo'rda. O'tganda qovun urug'lari ashara zo'r bo'ladi desam, bittasi qovun urug'ida kaloriya bormi deb yozib yuboribdi kommentariyaga. Bu da odamni kallasi bor, ichida miya bo'ladimi degan singari. Shunaqa narsalar akalar bu yerda hop, mana shu narsalar qilayotgan bo'lsa, to'g'risi bozorda har bir narsa o'zining narxi bor. O'sha narxidan hammasini hisob-kitobini qilib, qo'shilayotgan narsa hammasini hisob-kitobini qilib, ustiga qo'yilsa bir 5 so'm, 1000 so'm ashaga nima deydi, raskotari narsa qo'yiladi, pul qo'yiladi. Unagacha tengmi-tengi narx qo'yilmaydi. Mayzam 15 ming so'm. Mayz 15 ming so'm. Mosham qanchadir ming so'm. Mana yer yong'oq, o jevari bu hamma narsa turibdi buning ichida. 8 xil qovun urug'i, 80 ming so'm. shunaqa. 120 mingdan. 120. Qovun urug'ini. Optim o'ladi. Endi optim kelganligi uchun 80 ming keladi. Hamish ishlarim 5 bor. kilo oldik. Urug'lar yemagan. Buni asosan sizlar egnakada qovun urug' va qovun sezon bor-ku. Shunda aytib qo'yaman-da men. Ishlarim bor. Bunlar videoga tushib qolmasin. Acha qovun ekadigan polizlardan gaplashib o'sha paytda yig'ib qo'yish kerak edi buni. Kecha kuni. Men bu qovun urug' yig'a olmadim. Yig'a olmadim. O'tgan yil o'zim ekayotdim, endi bu yerda ishlatib yubordim. Yani bir talaga ektirganman bitta. 1 ham gektar. O'zi qovunda oxirida bor, yig'ishtirishda qoladi. Shundan borib olib kelib turib, erimni chopib yig'ib. Aslida erimlikda biz ancha qolib ketdi o'zi. Qota olib yezib olgan, endi oldin ancha olib oldik. Yorib. Turibdi shu. Hani Shunisiga narsa men akalar, bu narsani men oltarga kelganda bir yil shu narsani ko'rsatib o'tib ketaydim. Bu narsa qanchalik haqiqat emasligini mana yemni ustiga o'zimiz kelib mana ekan realni ko'rsatyapman bu narsani. Bu yerda nima deydi, befoyda narsa yo'q. Har bir narsasi o'ziga kerakli dozada qo'shilayotgan narsalar. Shuning uchun effekti juda ham yaxshi. Bemalol hammaga tavsiya qilaman. Iminni mana kechagina YouTube'ga chiqardim. Kechagina o'zim oldim. Hozir yana olib ketaman. Bunday narsalar qo'shilyapti, ana ijosida ko'rib turib, toza narsalar. Tuyali video qo'yganingizda bitta ikkita negativlar yozibdi. Polni nima deyapti? Ximiyat narsalar qo'shishyapsan. Omma haqiqatda O'zimiz narsalar zo'r deydi. Mana simichga o'zimizning narsa emas bu, ximikat bu. Mana mosh ham ximikat, bu ham baga Erondan kelgandir-da, boshqa bo'ladi, kimika. Ximiyat qo'shishyapsan. yo'q, plastmassadan yasalganmi bu? Yer yong'og'ini qo'lda yasaganingizda qarang, o'y. Nega deb topilaveradi. Tabiiysidan qo'ysangiz bo'lmaydi bu. Qo'lda yasashgan buni. Mayiz. Mana shunaqa mayiz bo'ladi mana shu. Mana shu mayizmi endi? Odamlar yermayapti bu mayizni.
Ximikat demaydi odam. Tabiiy narsa. Ben hali kommentariyaga hali qaraganim yo'q. Qaragansiz-ku? Kechiruv YouTube'ga chiqardim. O'tgan kuni kechqurun uxlamagandim. To'liq Telegramga javob berib, 2 til ichganmi ham polni javob berib tugatib uxlamagandim. Ya kechagina ertaroq uxladim. O'sha ertaroq soat 12 da uxladim. O'sha ota-bobolarimiz oldin Asosiy nima tayyorgarlik qilingan yo'q, yana o'ylashmasin. Asosiy bular kelishdi. Yo'q, men telefon qildingiz-a? Bega kelish men Kakira aralashtiryapti, kelavering dedim, to'g'ri. kelish maqsadim yo'q, bu rejada yo'q edi. Men bularni oldida shu kelaman, Xo'rozdan tasaffusi ko'raman-da, sразу mana Shopir akamni to'ylari bor hozir, qandoshalik to'y. Oqibat qursin, do'li men bilan yurib turib kulib. Yo'q, ola qo'y. Ajaga. Biz tez qaytamiz deb keldik. Kelib qaytamiz deb keldik. bir kunda kechasizlar. Ha, shu Borasiz, tolzanga. endi qo'y, xudo xolasa. Endi birinchi o'ylanishi mastur deyiladi. Keyin degan boraveradi. Ikki to'yga ham boraveradi. To'g'ri. Aylovim bir umrligi bo'lsin. Endi hazil qilib gapiramizda. Mana chiqqanmi ko'rsatib. Mana akalar. Tayyor mana. Mana shuni hammasi aralashib kelgani. O'tkalgindan farqi o'tkayli sariq bo'lgan-a, makkani rangida bo'lgan. Mana bu yil ancha narsa qo'shilganligini hisobiga rangi qoraydi. Rangi o'zgardi. Buni 4 kun 5 kunga to'g'risi parrandalarga yangilik bo'lganligi uchun yeyishga ozgina qiynalyapti. Men o'zimda ham tashdi 5 kungacha tayyorlab ina qildim. Endi hozir endi bir-birini ham qo'shib yeb qo'yadi deyapti. Mana video yolib tashlab beraman men. Hech qolmadi. Rejicha suv quyib, namlab qo'yibman. Bo'laveradi. Nomiga suv tashlab, namlab bo'lmasa, bundan ortiq qilma, video qilib tashlab qo'yamiz. Tizilib qo'yadi. Boshqalar vosita. Men tiqilib qolib, mana to'lib qolyapti. Tizilmas ekan. Sal suv turib qo'yadi. To'ldirib oldi bunga. beryapti. Suv qo'yib, mana ichib ye desam tushunmayapti-da. O'zbekcha bilmasak menimcha. O'zbekchani tushunmayapti-da xo'rozlarim. Suvdan qo'shib yesang, tiqilmaysan desam, Men o'zim namlab beryapman-da. shoshilganda qilib qo'yapti. Ishtasini zo'r ochib yuboradi. Ishtaha ochib bitta o'rgan olgandan keyin qolganda tizilib qolib, bunaqa qilib yuboryapti. Yana erib qolgandan keyin tomog'i ichida. to'pponchaga agar Qilib o'tish qiyin bo'ladi. Undan namlab bersangiz, o'ta keyin olib ketadi. ketaverar ekan tekis. Qizargan yo'q ekan-a, insonlar. 15 kun. Ana o'shani video qilib qo'ying hozirgi holatini. Chunki men endi bergan bo'lsam, bir 4 kun 5 kun bergandan keyin olib keldingiz uni. Ana o'shani hozirgi holatini video qilib qo'ying. Yemni yegandan keyingi holatini video qilasiz. Ha, svetlarni sonlarida qizarmayotgan mana hozir o'qib turibdi. Mana 5 oyga jo'jaman mana shu. 5 oyga kelmish ana shu. Hop buni bunda qo'ygandan keyin ushshisi bo'ladimi? Yo'q, chiqib qoldi. Yo'q. Bu bolaga olib taqanatni qo'yib qo'ydi. Ha, unda buni ko'rsatmaymiz hozir. Chunki Jalb uchun yangi kanal ehtiyotlayapman, to'g'risi. Jalb urib og'rimadan urdirgim kelmay qoldi. Shunaqa aka-ukalar, sizlar uchun foydali bo'layotgan bu bruler yem emas. Tarkibi bruler shaklida, chunki stonoga bitta narsa. Deyda tarkibi boshqa. Imini bu tarkibini biz o'zimiz maslahatlashib, ancha-muncha men o'zim yangilik tarkib qo'shganman bunga. Endi bu narsani hammaning ham o'zining sekreti bo'ladi. Buni hozir hammasini oshkora tarkibini polni oshkora qilinadigan bo'lsa, buni libo odam chiqaveradi-da. Yashashga o'tib qo'ydilar. Ha, boshqa odamlar ham buni ishlab chiqarishni boshlayveradi-da. Bu yerda bitta narsasi bor. Ularni ishlab chiqarishiga biz qarshi emasmiz. Prosta ular ham mana tarkibni o'ylab topishsin-da, ozgina mehnat qilsin, tayyorini chiqarmasdan, to'g'rimi? O'sha uchun tarkib aytilmaydi. Mana bu tarkiblarni aytilaveradi. Endi hammasini ham o'zini ichiga qo'shadigan tarkibi bo'ladi, shuning uchun. Shuning uchun-da aytilmaydi. Shunday gaplar aka-ukalar. Xudo xolasa, sizlar uchun foydali narsa. Xudo xolasa yana eslatib o'taman, efirimiz ochilishiga ozgina qoldi. Xudo xolasa efirlarimiz ochilgandan keyin promo efirlarda diydorlashamiz, xudo xolasa. Hop. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Sizlar uchun manzur bo'layotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Qancha foydali maslahat bo'ladigan bo'lsa, bilib qolsam mabodo aytaman. Bilmaganimni so'rab bilib olaman, keyin yana bir sizlarga aytaman. Bilmagansiz bo'lsa-ku. Joyingiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik akalar. Omon bo'linglar. Qizim olib keling.